Siz ham shunaqa o'ylarmidingiz? Arzonroq mebel olsam, tejab qolar ekanman. To'xtang, o'ylab ko'ring. Arzonroq mebel olsangiz 1-2 yilda almashtiriladi. Lekin sifatli mebel oladigan bo'lsangiz, u o'rtacha 10-15 yil xizmat qiladi. Xo'sh, shunda sizga arzon tushyaptimi, qimmat tushyaptimi? Qattiqroq matras olsam, belimga ancha foydaliroq menimcha. Ortopedlarning aytishiga qaraganda, juda ham qattiq matras inson umurtqa pog'onasiga zarar bor ekan. Eng ideal matras bu insonning tanasiga moslashadigan o'rta qattiqlikdagi matras hisoblanar ekan. Bilasan-ku, charm kravatlar qanaqadir noqulayroq va nisbatan qimmatroq. Zamonaviy ekologik charmlar birinchi o'rinda archishga juda ham qulay, havo o'tkazuvchan, bolalar uchun mutlaqo xavfsiz va albatta to'g'ri foydalaniladigan bo'lsa, 10 yildan ortiq xizmat qilishi mumkin. Ayo, metr shart emas, oka. Taxminan bilaman-ku, razmeri ko'zim bilan. Ba'zan ko'z aldaydi, lekin metr aldamaydi. Ko'zingiz bilan tanlab olgan mebellaringiz doimo uyingizga sig'urmaydi. Mebellar eshikdan sig'may qolishi bo'lsa, ko'p uchraydigan muammolardan bittasi hisoblanadi. Shunaqa ekan, o'lchab olganingiz yaxshi. To'g'ri mebel to'g'ri joydan tanlanadi. Mana shunday to'g'ri joylardan bittasi esa albatta Arka Mebel markazi.